Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselamның oğlu bulup, yer yüzde hükümranlık kılgan en çoğun 4 büyük padişahının birisi. Yer yüzde tarixten buyan 4 çoğun büyük padişah hükümranlık kılgan bulup, onun ikkisi musulman. Ola bolsa İskender Zulkarneyn bilen Süleyman aleyhisselam. Kalan ikkisi Bixteneser bilen Nemrut. Demek Süleyman aleyhisselamның padişahlığı Firavunның padişahlıqıdan mı çoğun. Süleyman aleyhisselam dadısı Davud aleyhisselamdan 12 yaşında kalan bulup, o Kudüs'teki Gazze'de dünyaya kirdi. Süleyman aleyhisselam kichikiden başlapla ilim, irfan, hayriyet ve adaletni suyuş bilan tunuladi. Bu tüpeyli 19 qarindishi ichidan tanlanib, u Davud alayhissalomning o'rniga varislik qiladi. Keyincha Alloh taolo uningga payg'ambarlik vazifasini yuklab, Isroil o'g'illarining ham podshohi, ham payg'ambari bo'ladi. Alloh taolo Süleyman alayhissalomga shunchalik saltanat berganki, uningga jin shaytonlarni bo'ysundirib bergan va uningga qushning tilini o'rgatgan. Alloh taolo Qur'on Karimda buni bayon qilib, "Va varisa Sulaymanu Davud va qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr." Süleyman dadısı Davud alayhissalomga ilmda ve padişahlıkta varislik kıldı. Ve o kişilerge ey halayiqlar, biz yani men ve Davud aleyhisselam Allah Taala tarafından kuşunun tilini öğütüldük ve dünyadaki hem narsalar bizge berildi. Bu Allah Taala tarafından kelgan uçuq bir faziletdir deyish orqali o'zi erishgan o saltanatning o'zi tarafından emas, Allah Taala tarafından avatilgan bir fazilet ne'mat ekanligini aytadi. Allah Taala Süleyman aleyhisselamga uningga berilgan ne'mat ve saltanatning o'zi tarafından avatilganligini texmi his qildirish uchun nihoyat cho'ng bir sınaq bilan imtihon qiladi. Alloh taolo Süleyman alayhissalomga nihoyat ig'ir bir kasalni soladi. Süleyman alayhissalom ojizlashib, xuddi jasaddek bo'lib qoladi. Alloh taolo buni Qur'on Karimda bayon qilib, "Va laqad fatanna Sulaymana va alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab." Uning taxti ustiga bir jasadni tashladik. Ya'ni Süleymanni ojizlashtirib, uni bir jasadga o'xshash qilib qo'ydik. U buning sinoq ekanligini his qilib, Allohga qaytdi. Ya'ni Allohga tavba qildi deydi. Süleyman alayhissalom saqaygandan keyin Allohga mundaq duo qiladi. Robbighfirli va habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ey Rabbim, mening gunohimni kechirgin va menga mendan keyin hech kimga berilmaydigan bir saltanatni, bir podshohlikni ato qilgin deydi. Alloh taolo Süleyman alayhissalomning duosini ijobat qilib, biz Süleymanға shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Süleymanning buyrug'i bilan u xohlagan tarafga larzon mangdi deydi. Demak Alloh taolo Süleyman alayhissalomning duosini ijobat qilib, uningga shamolni bo'ysundirib bergan. Va shundaqla va shayatina kulla banna'i va gawwas. Katta binolarni solalaydigan, dengizning ostidan unchi marvoyatlarni qizib chiqara oladigan g'avvos shayton va jinlarni bo'ysundirib bergan. Va shundaqla Süleyman alayhissalomga hozirgi aqlimiz bilan tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan saltanat berilgan bo'lsa-mu, intayin kamtar edi va o'zining ojiz ekanligini har vaqt esda tutib Allohga shukr qiladi. Süleyman alayhissalom otni intayin yaxshi ko'radi. Dadasi Davud alayhissalom Baytul Maqdasni selishni niyat qilgan bo'lsa-mu, umri uningga yara bermay, o'g'li Süleyman alayhissalomga vasiyat qiladi. Süleyman alayhissalom dadasining vasiyati bilan Baytul Maqdasni selishga kirishadi. Baytul Maqdas hozirgi Masjidul Aqsa bo'lib, Süleyman alayhissalom Baytul Maqdasni bitirib bo'lgandan keyin Alloh taolodan 3 xil alohidalikni so'raydi. Uning birisi bo'lsa, Süleyman alayhissalom kishilarning orasida hukm chiqargan vaqtida u hukmning Allohning hukmiga uyg'un bo'lishi. Alloh taolo uni Süleyman alayhissalomga beradi. Ikkinchisi bo'lsa, o'zining hech kimga berilmaydigan buyuk saltanatni so'raydi. Alloh taolo Süleyman alayhissalomga uni beradi. Uchinchisi bo'lsa, qandoq bir odam namoz o'qish maqsadida bu masjidning ichiga kirsa, bu masjiddan chiqqandan keyin xuddi onasidan tug'ma holatda gunohining kechirim bo'lishini so'raydi. Alloh taolo Süleyman alayhissalomga uni beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda 3-turli kishilarningki, ya'ni Süleyman alayhissalom duosida bu masjidga namoz o'qish uchun kirib chiqqan kishilarningki gunohining kechirim bo'lganligidan iborat bu 3-turli kishiningki o'zi va o'zining ummati bo'lishini umid qilgan. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom faqat 3 masjidga ibodat uchun safar qilinadi. Uning birisi bo'lsa Masjidul Haram, ikkinchisi Masjidul Nabaviy, uchinchisi Masjidul Aqsa degan. Demak Masjidul Aqsa ikki haramdan qolib qolsa musulmonlar uchun eng ulug' joy hisoblanadi. Chunki u musulmonlarning tunji qiblasi. Süleyman alayhissalom shunchalik darajada kuchli podshoh ediki, u inson va jinlarni keyniga agashtirib, nihoyat dabdabalik ma'atdi. U bir kuni keyniga inson va jinlarni, qushlarni keyniga agashtirib, Sham diyoridagi Chumuli vodisidan, ya'ni Chumilla jilg'isini o'tib ketayotgan vaqtida bir chumilla, "Ey chumilla, uvanglarga darhol kirib ketinglar. Süleyman va uning askarlari his qilmasdan sizlarni dastlab solmasin" deydi. Süleyman alayhissalom u chumilning ovozini anglab, o'ziga berilgan saltanat va chumilning gapini tushunishdan iborat har xil ne'matlarni esiga olib, Alloh taolaga mundaq duo qiladi. Robbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya va ala walidayya va an a'mala salihan tardahu va adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Mening tilimni, ilmimni, tafakkurimni, saltanatimni
barliq a'zolarimni manga va dadamga bergan ne'matlaring qarta shukr qilishga va sen rozi bo'ldigan yaxshi ishlarni qilishga muvaffaq qilgin va meni solih yaxshi bandalaring qatoriga qo'shgin deb Allohga bo'lgan mamnuniyati va shukrisini ifodalab duo qiladi. Bir kuni Sulaymon alayhissalom qushlarning hammini to'plab, ularni birma-bir ko'zdan kechirdi va ularning orasida Höpüpning yo'qligini his qilib, "Maliyala aral hudhuda amkana min al-g'oibin." Men ko'mayvatamdim yoki Höpüp yo'qmi? Agar u intizomga xiloflik qilib bu yerga hozir bo'lmagan bo'lsa, men uni qattiq azoblayman yoki uni bo'g'izlab o'taman yoki u kamasligiga gunohini oqlaydigan bir o'zri ko'tirib kelish kerak deb g'azablanadi. Shundoq turgan vaqtda Höpüp qaytib keldi va Sulaymon alayhissalomga: "Ey podshoh, men senga sen bilmaydigan yangi bir xabarni olib keldim. Yamanning Saba shahrida bir podshohlik bor ekan. U yerdagi kishilarga bir ayol hukmronlik qiladi ekan. U ayolga podshohlikqa tegishli hamma narsalar berilgan ekan, lekin ular Allohga emas, quyoshga ibodat qiladi ekan" deydi. Sulaymon alayhissalom Höpüpning gapiga qarata: "Sanandur asdaqta am kunta minal kadibin." Qani qarab baqamiz, sen rost so'zladingmi yoki yolg'on aytdingmi deb bir parcha xat tayyorlab Höpüpga berib, "Ma xatni ularning podshohiga tashlag'in, yiroq turib qarab baqin, ular bu xatga qandoq ifoda bildiradi" deydi. Höpüp Sulaymon alayhissalomning xatini olib, u ayol podshohning qasrining ichiga tashlaydi. Ayol podshoh Bilqis bo'lib, u Sulaymon alayhissalomning xatini qo'liga oladi-da va xatni o'qiydi. "Innahu min Sulaymana va innahu bismillahir rohmanir rohim. Alla ta'alu alayya va tuni muslimin." Bu xat Sulaymondan. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allahның ismi bilan başlayman. Sizlar hakavarlıq qilmay Allohga taslim bo'lgan holda, ya'ni musulmon bo'lgan holda kelinglar. Bilqis malika xatni o'qigandan keyin atrofidagi vazir vuzrolarni, amirlarni va cho'nglarning hammasini to'playdi va ularga: "Men nəhayət qimmatli xatdan birini topshirib oldim. Bu xat Sulaymondan kelibdi. Bizning musulmon bo'lishimizni talab qilibdi" deydi. Va ulardan: "Menga maslahat beringlar, qandoq qilamiz" deydi. Atrofidagi cho'nglar, amirlar va vazir vuzrolar: "Biz nəhayət jasoratli, kuchli bir kishilar. Ixtiyor sizda. Siz urushing desangiz biz urushimiz. Siz o'ylab baqing, nimaga buyurasiz" deydi. Bilqis malika o'ylangandan keyin bir podshohlik bir yerga hujum qilsa, u yerning aziz, hurmatli kishini o'ldirib xor qiladi. Shaharlarni vayron qiladi. Shuning uchun biz Sulaymonning bizdan nimani talab qilganligini bilaylik. Balkim Sulaymon bizning podshohligimizga ko'z qizartgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men elchilar bilan sovg'a salom avatay. Elchilar Sulaymonning qashiga berib, uning podshohligini bir ko'rsin. Askari qanchalik, kuch qanchalik, uniga bir qarab baqayli. Bilqis malika Sulaymon alayhissalomga nəhayət qimmatli sovg'a salomlarni tayyorlab avatadi. Sulaymon alayhissalom askar jillari orqali Bilqisning nimani planlaganligini oldin bilgan bo'lib, askarlarning hammasini ordusiga to'plab, ularning qalbiga qo'rqinish selishni va o'zining saltanatining o'zining kuchi bilan emas, Allohning berishi, Allohning yordami bilan erishganligini ko'rsatib, o'zining haqiqiy podshoh va haqiqiy payg'ambar ekanligini bildirmoqchi bo'ladi va askarlarning hammasini ular kelishiga yo'llarga qatori tizadi. Elchilar sovg'a salomlarni ko'tarib Sulaymon alayhissalomning qishiga kiradi. Sulaymon alayhissalom sovg'a salomlarni ko'rib: "Atumiddunani bimalin fama atani Allohu xayrun mimma atakum." Sizlar menga mal dunyo bilan yordam bermoqchimi? Allohning menga ato qilgan mal dunyosi, saltanati sizlarning menga bergan ozg'ina mal dunyolardan texmi yaxshidir. Sizlar menga ozg'ina bir narsalarni berib ko'ranglab ketsizlar deydi. Va elchilarning sovg'a salomlarini qabul qilmay, ularni qaytirib o'tadi. Va elchilarga: "Bu sovg'a salomlarning hammani qaytirib olib ketinglar. Men sizlarga shundoq bir qo'shin bilan bormanki, men sizlarni yurtinglardan xor holatda chiqarib o'taman" deb tahdid soladi. Elchilar Sulaymon alayhissalomning gapini anglaydi va Sulaymon alayhissalomning qo'shinini ko'rdi-da, Bilqis malikaning qashiga qaytib, Sulaymon alayhissalomning degan gaplarining hammani birma-bir so'zlaydi va Sulaymon alayhissalomning qo'shinlarininki qushlar, har xil hayvonlardan tarkib topgan nəhayət buyuk bir qo'shin ekanligini aytadi. Bilqis malika elchilarning so'zlarini tafsili anglab bo'lgandan keyin Sulaymon alayhissalom qarshi urush qilishga kuch yetmaydiganligini his qilib, Sulaymon alayhissalom da'vat qilgan dinning qandoq din ekanligini, nimaga buyuradiganligini bilib beqish uchun Sulaymon alayhissalomga xat avatadi. Va Sulaymon alayhissalomga: "Men cho'ng amirlarimni yig'ib, sening qishingga mangdim, saqlab turg'in. Men sizlarning dininglarning nimaga chaqiradiganligini anglab baqay" deydi. Sulaymon alayhissalom xatni topshirib olgandan keyin o'zining rost payg'ambar ekanligini uningga ko'rsatish uchun uning qasridagi hashamatli taxtini qishga keltirmoqchi bo'ladi va qishidagi kishilarga: "Kim Bilqisning taxtini mening qishimga eng tez suratda akelaydi" deydi. Jillardan birisi: "Men uni sen o'rningdan turib bo'lguncha akab bo'laman" deydi. Yana bir olim va Sulaymon alayhissalomning do'sti bo'lgan birisi: "Men uni ko'zingni ichib yumib bo'lguncha qishingga akab bo'laman" deydi-da Allohga duo qiladi. Alloh taolo uning duosini ijobat qilib, Bilqisning hashamatli taxtini Sulaymon alayhissalomning qishiga hozir qiladi. Bu Allohning menga bergan fazilati. Men buni o'zimning kuchiga taynib qilmadim. Alloh taolo menga bu fazilatni Allohga shukr qilamdi yoki inkor qilamdi, buni sinash uchun menga berdi deb bu fazilatni, bu qobiliyatni Allohga yo'laydi. Allohga nisbat beradi. Sulaymon alayhissalom Bilqisning aqlini sinab beqish uchun askarlarga buyruq qilib, "Bu taxtni o'zgartirib o'tinglar. Qarab baqayli, Bilqis bu taxtni tuniyalamdi yoki tuniyamamdi" deydi. Sulaymon alayhissalom Bilqisni boshlash uchun aynakdan intoyin hashamatli qasrni soldiradi.
Bilqis taxminan 2000 kilometr keladigan Yamandan Falastinga necha kunlik musofirni besib yetib keladi va Sulaymon alayhissalomning huzuriga kiradi. U Sulaymon alayhissalomning qashida taxtini ko'radi. Atrofidagi kishilar u sizning taxtingiz emasmi deb so'raydi. Bilqis kaannahu u xuddi shunga intayin o'xshaydi ekan deydi. Sulaymon alayhissalom Bilqisni uning uchun sog'an aynaklik, hashamatlik saroyiga boshlaydi. Bu saroy intayin hashamatlik silingan bo'lib, butunlay aynakdan suning ustiga silingan. Qarmoqqa aynak yo'qdek ko'rinadi. Tigidan beliqlar uzib turadi. Bilqis bu saroyga kirish uchun suvga kirdikanman deb o'ylab kiyimini asta ko'taradi. Sulaymon alayhissalom hada sarhun mumarradun min qavarir. Kimingizni ko'tamasingizmi bo'ladi? Bu aynakdan silingan saroy deydi. Buncha hashamatlik saroyni silishqa insonning kuchi yetmaydiganligi, cho'qim buningda Alloh taolaning Sulaymonga yordam qilganligini his qilib, Robbi inni zalamtu nafsi va aslamtu ma'a Sulaymana lillahi robbil alamin. Ey Rabbim, men seni tunumay, quyoshga ibodat qilib o'zimga zulm qildim. Men endi sening qudratingni ko'rdim. Men Sulaymon bilan birga olamlarning Robbiga iymon etdim, musulmon bo'ldim deb Allohga iymon etdi. Qur'onda alohida tilga olingan Bilqisning va aslamtu ma'a Sulaymana lillahi robbil alamin. Sulaymon bilan birga olamlarning Robbi Allohga iymon etdim, taslim bo'ldim, musulmon bo'ldim degan bu so'zi islomga kirganlarning hech qachon mag'lub bo'lgan emas, g'oliblar bilan teng tush baravar bo'lganligini ifodalab beradi. Sulaymon alayhissalom hayotining oxirida hasiga tayanadi. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomning jinni u hasiga tayangan holatida oladi. Uning qo'l ostida ishlayotgan jinlar Sulaymon alayhissalomni hayot deb o'ylab necha kun yana ishlayveradi. Hatto bir qut Sulaymon alayhissalomning hasisini yeb, Sulaymon alayhissalomning hasisi sunib, Sulaymon alayhissalom yiqilgan qadar jinlar ishlayveradi. Bu Qur'on-i Karimda bayon qilinib, biz Sulaymonning jinni olgan vaqtimizda Sulaymonning jinning ilinganligini jinlarga qut xabar qildi. Qut Sulaymonning hasini yeb, Sulaymon alayhissalom yiqilgan vaqtida ondan keyin jinlar Sulaymon alayhissalomning vafot bo'lganligini bildi. Agar jinlar g'aybni bilgan bo'lsa-da, Sulaymon alayhissalomning jinning ilinganligini biletdi-da, ular bir qancha kun ortiq ishlamaydi. Ya'ni Sulaymon alayhissalomning hayotda bir qancha kun ig'ir emgaklar bilan ishlamaydi deydi. Demak, bu oyatdan jinlarning g'aybni bilmaydiganligini ko'rsatdi. Yuqorqi Sulaymon alayhissalomning qissasidan ilishga tegishli ibrat va darslar. Birinchidan, bir odamning jasoratlik va bilimlik bo'lishi u odamning bolasiga ta'sir ko'rsatganligini Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalomga ta'sir ko'rsatganligidan ko'rib olamiz. Ikkinchidan, Alloh taolo bir odamga qandoq ne'mat ato qilgan bo'lsa, u ne'matga shukr qilish, shu ne'matni Alloh yo'lida ishlatish ekanligini ko'rib olamiz. Masalan, Sulaymon alayhissalom erishgan shuncha saltanatini, shuncha bilimini, shuncha qo'shinni nima uchun ishlatdi? Kishilarni tavhidga, ya'ni Allohga ibodat qilishga ishlatdi. Shuning uchun har bir musulmon men Alloh bergan ne'matga shukr qilay deydi ekan, u bergan ne'matni nimaga ishlatganligiga qarasin. Uchinchisi, bir musulmon Alloh taologa duo qilgan vaqtida o'ziga duo qilish bilan birga ota-onasiga duo qilishning muhim ekanligini Sulaymon alayhissalomning qilgan duosidan ko'rib olamiz. Va bu bir odamningki ota-onasi qilgan yaxshiligi bo'ladi. To'rtinchisi, bir musulmonning g'ami kishilarni Alloh yo'liga chaqirish bo'lishi kerak ekanligini ko'rib olamiz. Masalan, Alloh taolo Sulaymon alayhissalomning voqealigida Qur'on-i Karimda bir höpübni tilga oldi. Bu höpüb Yamandagi bir shahardagi kishilarningki Alloh qamas quyoshga chiqindiganligini Sulaymon alayhissalomga yetkazdi. Demak, bir musulmon höpübchilik bo'lishi kerak. Agar siz Allohning diniga qarata hech qanday ish qilmagan bo'lsangiz, demak siz Alloh taolo aql bergan höpübdinmi tuvan deganlik bo'ladi. Agar Alloh taolo insonga bergan aqlni höpübga yoki boshqa hayvonlarga bergan bo'lsa-da, u bizdimi bak Alloh taoloning diniga kishilarni chaqirgan va Allohning diniga o'zini atagan bo'ladi. Beshinchisi, boshliq yoki qo'mondan qo'l ostidagi kishilarga qarata sagak bo'lishi va ularni kuzatib turishi. Ularning ichidagi intizom xiloflik qilganlarni, ularning o'zini anglab bo'lgandan keyin muvofiq shaklda jazo berish yoki bermasligini qaror qilish kerak ekanligini Sulaymon alayhissalomning höpüb yo'qolib ketgan vaqtidagi ifodasidan ko'rib olamiz. Oltinchisi, bir kofir davlatiga ularni islomga da'vat qilmay turib urush echilmaydiganligini Sulaymon alayhissalomning Bilqisga avatgan xatidan ko'rib olamiz. Yettinchisi, Allohning davosini, ya'ni iymon davosini ustiga olganlarning mayli u boshliq bo'lsin yoki shaxs bo'lsin, mol dunyo ko'zlamasligi, davosining xarakterini aniq bilish kerak ekanligini Sulaymon alayhissalomningki Bilqisning sovg'a salomlarini akagan elchilarga tutgan pozitsiyasidan ko'rib olamiz. 8-si, Alloh ishongan bir odam erishgan ilm, mol dunyo, qobiliyat har qanday narsani Alloh taolo tarafidan kelgan fazilat, ihson ekanligini tunishi va uning qarta shukr qilishi va Alloh taoloning uni shu ne'matlar orqali shukr qilamdi, ya'ni uni Alloh yo'lida ishiltandi yoki inkor qilamdi, uni imtihon qildiganligini bilishning muhim ekanligini ko'rib olamiz.
olaymiz. Masalan, Sulaymon alayhissalomning qishidagi bilimli kishi Allohga duo qildi. Alloh taolo uning duosini ijobat qilib, Bilqisning taxtini uning qishida hozir qildi. Bu odam qaranglar, mening duoim ijobat bo'ldi, men buni ekeldim demasdan, bu Allohning fazilati. Buni menga Alloh taolo ihson qildi. Meni shukr qilamdi yoki inkor qilamdi, buni imtihon qilish uchun buni Alloh taolo menga berdi deb fazilat bu kuchni, bu iqtidorni Alloh taologa nisbat berdi. Har bir musulmon mushundaq bo'lishi kerak. 9-inchisi islom kirgan kishining hech qachon mag'lubiyatchi bo'lmaydiganligi, balki g'oliblar bilan o'xshash qarindosh barobar bo'lganligini Bilqisning Qur'onda bayon qilingan va aslamtu ma'a Sulaymana, men Sulaymon bilan birga olamlarning Robbiga iymon etdim, musulmon bo'ldim degan bu so'zidan ko'rib olaymiz.